davlat universitetining Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 204-guruh talabasi Abdurahmonova Maftunaning pedagogik kasbiy kirish fanidan tayyorlagan taqdimot. Taqdimotimizning mavzusi zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar. Rejalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi reja zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan umumiy talablar. Ikkinchisi o'qituvchi shaxsining axloqiy va ma'naviy fazilatlari. Uchinchisi o'qituvchi burchi, mas'uliyat va 7 sifat metodining ahamiyati. Zamonaviy o'qituvchi jamiyatning intellektual taraqqiyoti uchun mas'ul bo'lgan shaxs sifatida keng qamrovli fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Avvalo, u o'z fanini mukammal bilishi, bilimini doimiy boyitib borishi hamda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishi lozim. Hozirgi globallashuv sharoitida har bir o'qituvchi axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan erkin ishlay olishi zarur. Shuningdek, zamonaviy o'qituvchi psixologik jihatdan yetuk, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini biladigan, ularning individual ehtiyoj va qiziqishlarini hisobga olib ishlay oladigan bo'lishi zarur. Yana bir muhim talab o'qituvchining ma'naviy, axloqiy barkamolligi. O'qituvchi o'z ustida ishlashi kerakligi haqida aytib o'tilgan. O'qituvchi o'zida halollik, adolat, mehr-oqibat, mas'uliyatlilik aks ettirishi, shaxsga namuna sifatida o'rnak bo'la olishi kerak. Shu bilan birga zamonaviy o'qituvchi o'z ustida mukammal ishlashi, malaka oshirishi, raqobatdosh bo'la olishi, doimiy o'z kasbiy salohiyatini oshirib borishi zarur. Chunki bugungi kunda ta'lim tizimi tez o'zgaruvchan bo'lganligi sababli zamon bilan hamnafaslikda olib borilishi zarur. O'qituvchi shaxsining axloqiy va ma'naviy fazilatlari. O'qituvchi shaxsining ma'naviy axloqiy fazilatlari pedagog obrazining eng muhim poydevori hisoblanadi. O'qituvchi avvalo pok niyatli, halol, vijdonli, adolatli va mehribon bo'lishi shart. O'zining ichki dunyosini, yurish-turishi va xatti-xarakteri bilan o'quvchilarga namuna ko'rsatadigan inson sifatida pedagog har bir so'zidan, har bir munosabatidan mas'ul bo'ladi. O'qituvchining odobi, uning nutqi, kiyinishi, madaniyati va insonlar bilan qilgan munosabati o'quvchilarga o'rnak bo'ladi. Pedagogning yurish-turishi, madaniyati, o'quvchiga qanday gapirishi, qanday hazil qilishi, qanday ogohlantirishi barchasi odob doirasida bo'lishi kerak. Pedagogning kasbiy kompetentlari ichida ijtimoiy psixologik ko'nikmalar ham muhim o'rin tutadi. Zamonaviy o'qituvchi ijtimoiy psixolog bo'lmasligi mumkin emas. O'quvchilar muhit yaratishi va bolalarning ichki kechinmalarini tushunishi shart. Bu pedagogning kommunikativ, psixologik va tarbiyaviy kompetensiyalaridan dalolat beradi. Xulosa qilib shuni aytamanki, zamonaviy o'qituvchi bu o'z fanini puxta biladigan, ma'naviy, axloqiy jihatdan yetuk, texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan va interfaol metodlardan samarali foydalana oladigan mutaxassis bo'lishi shart. U o'quvchilarga nafaqat bilim beradi, balki ularga hayotiy va ibrat bo'ladigan shaxs sifatida namuna bo'lishi kerak. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchi doim o'rganishi, o'z ustida ishlashi va o'zini tarbiyalab borishi zarur.